Mebelni sizga ko'p yil xizmat qilishini qanaqa qilib aniqlash mumkin, bilasizmi? Buni sizga Arka Mebel markazidan tushuntirib beramiz. Ketdi. Mebelni alohida buyum sifatida emas, uni butun uy interyeri bilan moslikda tanlang. Shunda mebel sizga nafaqat xizmat qiladi, balki uyingizga shinamlik va kayfiyat ham beradi. Mebel markazimizdagi brendlar mebel kafolati va xizmat ko'rsatish tizimiga ega. Shu sababli istalgan brenddan mebel xarid qilayotganingizda uning kafolat muddati va servis imkoniyatlari haqida so'rab oling. Har kuni foydalanadigan mebelingizda qulaylik birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Shunchaki chiroyli mebelni emas, balki tanangiz qulay joylashadigan mebelni tanlasangiz, sizga ko'proq foyda beradi. Ko'pchilik mebel tanlayotganda asosan mebelning dizayniga e'tibor beradi. Lekin mebel dizayndan ham asosiyroq narsa bor. Bu uning materiali hamda uning karkasi hisoblanadi. Unga ishlatilgan yog'och turi va qoplamalari esa sizga uzoq yillar mebel xizmat qilishini ta'minlaydi. Mebel uzoq yil xizmat qilishi uchun uni parvarishlash muhim hisoblanadi. Shu sababli har bir materialni to'g'ri saqlash va tozalash qoidalarini bilib oling. Barchangizni Arka Mebel markazida kutib qolamiz.